Qarang, g'irchilashni qarang. Voy, sekinroq. Keyin masofa bo'lyapti. Bo'ldi. Mazzami? Yoqyaptimi sizga? Zo'rg'a keldim, nera chiqib ertalabdan beri shug'ul. Okeylar, sizlarni ham joningizga tegadimi? Yomg'ir yog'gandan keyin dvorni cho'tkan ishlatsangiz, sal yomg'ir suv qurib qolsa, g'irtillab asabingizni buzoradimi? Xuddi shunga yechim bor ekan. Mana shu Nexus'chi boru, dvorni cho'tkasi taxminan bir 10 minutdan beri quruq holatda ishlatib, tekshirib sinayapman men hozir. Ko'rasizmi? Bitta ham g'irtillagan ovoz yo'q. Lekin laboy quruq. Bu Carvel kompaniyasini Ireland brendidagi dvorni cho'tkalar. Xudo xolasa sinovdan o'tdi. Men o'zim tekshiryapman. Nima mashinaga tushadi? Bular Matiz'dan Biajegacha tushadi. Hammasi nasadka, korobkasi 13 ta nasadga chiqadi. Hamma mashinaga almashtirib yursangiz bo'ladi. Mana qarang, hali ishlayapti, bori to'xtamadi-da. Lekin laboy quruq, g'irtillagan ovoz yo'q. Bu gelviy cho'tkalar hisoblanadi. Umuman laboyingizni iz qoldirmaydi, chizib tashlamaydi. Mana bunaqa g'irtillab asabingizni buzmaydi ekan. Sizga ham bitta nasib qoladi. Srochna hozir. Pulingiz bormi? Bor. Bo'ldi, yes qilamiz unda. Okalar korobkasidan o'zini instruksiyasi, har xil nasabkalari, har xil mashinaga va ichidan bitta cho'tka chiqadi. Qaysi razmer, qaysi mashinaga tushishini men ekranda spiskasini qoldirib qo'yaman. Obunachilarimiz uchun bemalol Toshkentda bo'lsangiz, o'zimizdan xarid qilib olib ketsangiz bo'ladi. Agar siz Vodiy yoki bo'lmasam Vohada bo'ladigan bo'lsangiz, pastda nomerdan qoldirib qo'yaman. Bemalol telefon qilib qatnay olishni bilib olsangiz bo'ladi. Bu videoni eng yaqinlaringizga jo'natib, like bosib, obuna bo'lib qo'yish ham esdan chiqmasin. Joningiz sog' bo'lsin.